Meni bu gaplarimni yoshlar eshitishini istayman. Nega ular bomdod namozidan juma vaqtigacha masjidda qolishmay qo'ydi? Nega ular namozdan keyin navbatdagi namozni kutishni tashlab qo'yishdi? Holbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqda mana shu ribotdir, mana shu ribotdir, mana shu ribotdir deganlar. Nega yoshlar ba'zan masjidni tunlarini ham toqat qilmay qo'yishdi? Yoki hech bo'lmasa peshindan xuftongacha masjidda qolishni ham qila olishmayapti? Agar yoshlik paytida bunga qodir bo'lmasalar, qachon qodir bo'lishadi? Ey doktor Nabil, agar yoshlar o'z kuch-quvvati va yoshligi davrida Alloh taologa shoshilmasa, qachon shoshiladi? Sufyon as-Savriy rahimahulloh aytganlar: "Ey yoshlar, yoshlik paytida namoz o'qinglar, ya'ni namozni uzaytiringlar. Agar yoshlikda namozni uzaytirmasangiz, qachon uzaytirasiz? Agar Baqara, Oli Imron, Niso suralarini bir rakatda o'qimasangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgandek jam qilmasangiz, qachon qilasiz?" Ey Abu Ishoq as-Sabiy rahimahulloh aytganlar: "Yoshim kattalashdi, suyaklarim zaiflashdi, namoz mendan ketdi. Endi tunni tik turib faqat Baqara va Oli Imron bilan o'qiy olaman." U 70 yoshdan oshgan edi. Yig'lab aytgan edi: "Hozir holim shu, ammo yoshligimda holim rost va mustahkam edi" deb. Shuning uchun ey doktor Nabil, bizga yosh musulmonlarga ochiq va ravshan tarbiyaviy yo'nalishlar kerak. Siz telefonlar davridan oldingi zamonni ko'rgansiz, pok zamonni. O'shanda birodarlar yo'llarida telefon bilan emas, mushaf bilan yurar edilar. Allohni zikr qilar, duo qilar, tazarru qilar edilar. Biz ham shunday zamonni ko'rdik ey doktor Nabil. Birodarlar uxlar edi, mushaf bosh ostida edi. Bugun esa telefonlar yostiq ostida. Bizga kuchli ogohlantirishlar kerak. Ilgari bizga kelgan eng ko'p fiqhiy savollardan biri ham shu edi. Mushaf yonimda edi, hojatxonaga kirib qoldim, nima qilay? Bu savollar ko'p bo'lar edi, chunki odamlar Qur'onga bog'langan edi, masjidga shoshilishar edi. Masjid har bir taqvodorning uyi edi. U Allohning mehmoni, Alloh esa mehmonini ikrom qilishni o'ziga haq deb bilgan. Nega yoshlar shoshilmay qo'yishdi? Nega ular mayda-chuyda telefonlarga, shahvatlarga, shubhalarga bog'lanib qolishdi? Bugun bizga kuchli tarbiyaviy chaqiriqlar kerak. Musulmonlar dini bilan erkakdek turishi kerak. Alloh bilan mustahkam va kuchli bo'lish kerak. Alloh taolo aytganidek: "Ey Yahyo, kitobni kuch bilan ol." Bugun yosh musulmonlar Alloh bilan zaif holda. Qayerda Robbim, seni rozi bo'lishing uchun senga shoshildim deyishlik. Qayerda shoshish, qayerda kuch? Biz masjidda uzoq qolinglar deganda har kunda deganimiz yo'q, lekin hafta o'tib, yana hafta o'tib sizda bitta ham masjidda o'tirish bo'lmasa, peshindan xuftongacha yoki fajrdan asrgacha Qur'on o'qib, zikr qilib, ilm o'rganib, bu holat jiddiy qayta ko'rib chiqilishi kerak. Imomlar haqida naql qilinadiki, odamlar ketgandan keyin ham masjidda qolar edilar, to yarim tungacha, so'ng uylariga qaytishar edi. Bugun esa yoshlarimizni masjid bilan, Qur'on bilan o'qish, yodlash, tadabbur qilish yoki shariat ilmi bilan aloqasini qayta ko'rib chiqishga muhtoj. Biz rost zamonlarning holatini qaytarishga muhtojmiz. Qalblarimizni qotirgan, Robbimizdan uzoqlashtirgan narsalarni tark qilishga muhtojmiz. Allohga qasam, ey doktor Nabil, bu ish juda xavfli. Yer ulkan voqealarga tayyorlanmoqda. Musulmonlar esa og'ir sinovlarga yuz tutmoqda. Sizni rolingiz nima? Ummatni qo'llashda sizni hissangiz qaysi? Bu faqat bitta yo'l bilan bo'ladi. Dini bilan erkak bo'lish, amalingda qahramon bo'lish. Chunki din kuchli din. Qahramonlar esa faqat masjidlarda yetishadi. Qur'on bog'ida, sahih hadislar soyasida. Aqidasiz xalq shamol uchirgan qog'ozdir. Hayya alas solaga xiyonat qilgan odam hayya alas falahni qanday javoblaydi? Dinni bilan kuchli bo'lish shart. Va siz ey opa, singil, Allohga chin ibodat qiluvchi dinda mustahkam bo'lishingiz shart. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Amallarga shoshilinglar, fitnalar kelmasdan oldin nima qilyapsizlar? Unutilgan qashshoqliknimi yoki
tug'yon qiluvchi boyliknimi yoki buzuvchi kasalliknimi yoki aqli zaiflashtiruvchi qariliknimi yoki dajjolni kutilayotgan eng yomon g'oyibni yoki qiyomatda esa yana og'irroq va dahshatliroq. Agar bu fitnalar kelmasa ham sizni soatingiz keladi. O'lim qaltisliklari, qiyinchiliklari bilan o'lim bor. Agar sizda solih amal bo'lmasa, sizni soya qiluvchi, omon saqlovchi, nur, toj, libos bo'luvchi amal, u kunni dahshatlarida qanday najot topasiz? Go'zal misollardan biri, masalan, Marokashda masjidlar shom bilan xufton orasida Qur'on qiroatidan bo'sh qolmaydi. Odamlar Qur'onni o'rganishda va tadarrus qilishda va kamida har oy xatm qilishadi. Ulug' amallardan yana biri bemorni ziyorat qilish, janozalarda ishtirok etish va har kungi sadaqa. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Bugun orangizda kim roza tutdi?" Abu Bakr roziyallohu anhu men dedi. "Kim bemorni ziyorat qildi?" dedi. "Men" dedi. "Kim janozada qatnashdi?" "Men" dedi. "Kim bir miskinni qonun to'ydirdi?" dedi. "Men" dedi. Shunda u zot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bu ishlar kimda jam bo'lsa, albatta jannatga kiradi" dedilar. Mana shu haqiqiy g'am, ibodat g'ami, Allohga musobaqa qilish g'ami. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Kim namoz eshigidan, kimdir ro'za eshigidan, kimdir sadaqa eshigidan chaqiriladi." Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu so'radi: "Inson hamma eshiklarni barchasidan chaqiriladimi?" U zot dedilar: "Ha, umid qilamanki, ulardan birisi sizsiz" dedilar. Mana shu dindagi kuch, biz yoshlarimizni shu kuchga qayta tiklanishini istaymiz. Va ochiq savol bilan yakunlayman. Bugun sizni diningiz bilan haqiqiy erkak bo'lish uchun nima qilyapsiz? Va Alloh uchun chindan kuchli bo'lish uchun nima qilyapsiz?